Xudo xohlasa Monakoga ham kelib oldik. Kichkinagina davlatcha o'zi. Dengizni bo'yida ekanda aeroportda. Hozir bagaj kutyapman, bagaj kutyapman. Yo'q, Xudoga shukr, bemalol spokойно o'tib ketdim davlatdan ham. ID kartam, hujjat, lekin ID kartam so'rovi borda, Xorvatiya ID kartam borligi uchun. Nima qildirib o'tkazib oldi. Xudo shukr, mana o'sha Fransiyada ham muammo bo'lmadi, Barselonada ham. Endi mana Monakoga keldik. Monakoga ham Xudoga shukr muammo bo'lmadi. Inshaalloh yaxshi aylanib ketamiz. Yaxshi joylar bo'lsa, shu zametkaga olib qo'yapman. Videolar qilib, chiroyli joylar bor ekan. O'zi Monako boylardan g'azza ekanda, xullas. Boylar keladigan joy ekan. Qimmat ekan, qimmatchilik anaqa debdi. Yo'q, xohlasa. Akamiz bilan kelganman. Aylanamiz. Kuzatishda davom etinglar. Bagaj mana shu yerdan chiqish kerak. Turibman. Mana xudo xohlasa chimodanlarimiz ham keldi. Mana 3-chi. İşte mana xudo xohlasa chiqib oldik. Ketyapmiz. Mana xudo xohlasa chiqib oldik. Aeroportdan ham Monako. Sayohatlar boshlandi. Akalar Tesla'ni krutoy mashin desa, taksi bu yo'qdi dedi. Oldi shu bilan ketyapmiz hozir. Ketyapmiz. Xudo xohlasa. Tesla bilan. Taksi. Xohlasa mana keldik. Oshnalar ko'ryapsizlarmi? Mana shu dahshatlar shahar ekanda o'zi ham. Boylar, haqiqatan boylar joy ekanda. Biz olgan gastnitsa ham bor-ku. Narxini aytib o'tmay, mana shular xullas. Mana shu gastnitsa. Mana tepaga chiqamiz. Akamiz bilan birga keldim. Shular shay dahshat. Mana gastnitsani ichiga oldik. Dahshatli. Gastnitsamiz. Joylashgan joyimiz kerak. Shunaqa joylashdik. Onani qaranglar. Shunday chiqasizlar o'zi. Ketdi. Qarab. Shahar gastnitsaga joylashdik kerak. Monakodagi Monte Carlo degan. Basseynlarni qaranglar, basseynlarni. Vahshiy lekin bu. Gastnitsamizdan chiqqandan mashinalarni taxlab qo'yibdi o'zi ham. Liboyni. Tanlab. Manamizda endi. Mana. Shu Derskiy. Tungi Monako. Boylar shahri ekan. Короче, keldik mana. Eng sentr joylardan biriga keldik. Shu seryozni. Bu yerdan metro bormikan? Ular mana kazinoga kirdik. İçkarida o'yin bo'layotgan ekan, ichkari уже pulli ekanda. 20 euro. Как muzeyda. Mana ichkarida o'yin bo'lyapti, 20 euro kirish. O'sha mashhur Monakodagi kazinoga keldik mana. Shu joylar ekan. İç to'la mana tangalar, pullar bor. Hamma tashlagan, otgan, короче. Hamma taraf. Yig'sa normal pul chiqadi shu yerdan. Monakodagi eng mashhur kazino.
Kruvazo'r, uzr, buzr deysizlar-ku, mana. BMWlar taksi yuribdi bu yoqqa, BMWlar. O X5 ham bor edi. BMWlar prostoy mashina bo'lib qoldan ola oldiga lekin. Shunday dahshat inomarkalar kelyapti, o'ku. Shu dahshat lekin. Mana yerda polli o'yin bu yotibdi. Shunaqa joylar. Mashinani lekin yomon qattiqlari ketdi-da mashinani, qattiqlari. Jinnisi deydi-ku. Mashinani jinnilari ketdi lekin bor-ku. Bir chang yo'q edi. Вообще tozalik. Toza joylari. Lekin qilayotgan ishlari chatoqda. Va uning demagan o. Xullas, mana. Xullas, mana unaqa mashinalar. Gollandiyani shuni deyman. Mashinani ders ismi yo'qmi? Gollandiyani keldi. İçidagi odam bizga muhim emas, bizga mashina muhim. Mana o qizil Ferrari ham lekin ders keldi. Ana Ferrari ham вообще ekan lekin. Ferrari ham. Bo'lsa bitta meni berardim lekin o'rgan shuni. Cho'tka ekan lekin shu. Binolarni qaranglar, uylarni baland. Yana qaranglar. Dahshat. Shu dahshat ekan. Bir marta bo'lsa ham kelinglar. Shu joylarni. Qimmat deydi, to'g'ri qimmat lekin. Marta bo'lsa ham kelib aylanib ketsa bo'ladi. Fendi. Mana bu yoqda mana garden bo'yotibdi. Qanday shunaqa atmosfera. Xonamiz bizni, ikkinchi xonamiz. Bardakligiga e'tibor bermaysizlar. Hamma shart-sharoitlari bor. Xolodilligimizda bor-ku. Liboy narsa bor. Qazi qartalargacha o'qib qo'yganmiz. Bor. Kofe apparatlargacha. Ikki kishi turamiz. Tashqarilar basseyni bor tepada 7-etajda. Kechagi gastnitsa joyimiz dengizga qaragan, bugungisi Gardenga, shu boqqa qaragani mana. Ana bu kazino, shu mashhur Monakodagi. Shu joy. Japonlar hammasi mehmoni. Monte Carlo. Degan mehmonxonadamiz. Esli ishto. Shunaqa joylar. Havo mazalagan, havo maza bo'lyapti. Gastnitsamizdan ham chiqib oldik, xudo xolasa havoni qaranglar qanday. Maza bo'lyapti. 10 minutlik yo'l. Mana joylardan biz ko'ramiz. Va, shu dahshat lekin ana yo'lar. Shu lekin ana yo'lar. Ana basseyn. Basseyn bu yerda. Ha, cho'milama kirgan. Shunaqa joylar bor, xullas. Monakoni shu yoq garden bo'lib yotibdi. Qaranglar bu yoqlar. I'd say though, like if we're not joylar ekan. Mana kunduzgi ko'rinishi. Sheyni markalashadi.
Shunaqa joylar. Monaco. Eng sentr joy shu. Topdagi joy shuda. Joylar xullas. Shunaqa joylar. Atmosfera bomba bo'lyapti. Havoga ham gap yo'q. Mazza havo bo'lyapti. Mayli aka. Shunaqa joylar lekin. Qaranglar, baland binolari ham bor, xullas, любой joyi bor ekanda. Mana shu kichkinagina davlat ichida, kichkinagina shaharcha o'zicha, katta ham emas. Ichida eng nima kerak bo'lsa odamga hamma narsa bor-da, bilasiz. Направо. Ham gapirib yotibdi. Mana ko'rinishi, voy. O'zgadan yo'lga chiqamiz-da. Havo ham tozagina. Shu qimmat brendlar bor-ku, nima brend bo'lsa, hamma brend bor-da, bu yerda. Hamma brendlardan bor. Любой brend. Bor shu tarafdan. Nollarni qaranglar. Qayerlarga tushib qoldik-a? Ashi kurtoylar joy ekan o'zi ham. Hech bir prostoy mashin ko'rmadim bor-ku. Shu atmosferani qaranglar. Qanday olib beradi? Havo mazza. Havo mazza bo'lyapti. Trend joylarda. Monaco. Mana sizlarga Monaco. Mana joylar ekan abi. Shishikar. Shu dahshat. Sen u navigatorga Saytda manzarani ko'rsang. Sheppa mana aka. Aka shu pastami deyman-da, yana past bor ekan-da. Shamol ham prям moshni shamol bo'lyapti, o'zi ham bor. Mazaqlaydigan. Yo'qlar, qaranglar, yo'qlar. Ya, o taraflarga qaranglar, ketdi bu yoqqa. Shu dahshat joylari bor ekan, o'zi ham bor, mana bu. Gapirishga gap ham kelmaydi, to'g'risi bor-ku. Rosta tomosha qilinglar. Keyin like bosib qo'yinglar. Ekan. Ketdi, bu yoqni qaranglar, bu yoqni. Hopa, mana. Mana sizlarga manzara. Mana sizlarga yaxta, mana nima kerak? Liboy bor mana shu kerak narsa, liboy bor. Hozir mana Hermes degan brend kirdik. Mana shu kiyim bor-ku, 6000 euro ekan. 6000 euro. Xullas mana bu brendga kirdik-da. Hermes degan brendga. 6000 euro bitta kurtka. Nima o'tdi akalar? Perskisi. Kurtoylar shahri. Only turistlarni olib yotgan poyezdiga. Qattimlari. Kazino shahri bular. Mana shu tarafdan o kazino. Eng katta mashhur kazino. Mana biz turgan gastiniца. Ko'rinishi.
Muşinlar keldi. Muşinlar tatlılar. Oh. Ana ular ham rentkarga berilar ekan, xullas. Narxi ham normal. Xullas mana Quyosh ham botdi, endi kechki Monakoni ko'rsataman sizlarga. Kecha ham o'zi yurgandik. Ozgina video qildim. Bugun ham yana olamiz. Chiqdik mana ikamiz bilan. Mana kechki Quyosh botdi, kechki mana atmosfera. Shunaqa. Shunaqa joylar bo'lib turibdi. Mana shu mashinalarni jinnilari lekin bordi, mana shu yerdan o'tar ekanda kelib. Pont uchun bo'lsa ham bir aylanib ketar ekanda, mana shu yerdan kelib aylanib ketaverar ekanda. Nextga mashinalar. Har xil mashinalar o'z pastga dengiz tarafga tushamiz. O'zi mana port tarafga qarab yuramiz asta. Kaktuslar qaranglar, ikkita tashagan o'zi. Joylar qaranglar. Sizlarga yana ham pastdan ko'rsataman hozir. Qanaqa ko'rinishini. Quyosh botyapti, lekin afshir chiroyli bo'lar ekan. Quyosh botgan vaqtda shu krasota. Afshirlik. Qayerdan tushamiz? Birat mazax suzyapti. Pastdan tushish kerak aka. Baliq ekanda o'zi ham birat. Pastga deysizmi? Quyosh botishi ham zo'r chiqadi. Qani mana bu taraflarga ham bitta qaraylikchi. Mana sizlarga atmosfera deydi. Atmosfera. Masalan, shuncha davlatda yurgan bo'lsam, lekin Monako ashi haqiqatan boshqacha ekan. Ko'p joyda bor shunaqa joylar, lekin Urgan unday emas. Tepalar. Yo'llar ham bor-ku, ana mashina yo'llar ham etajma-etaj bo'lib ketgan. Tepa 1 etaj, 2 etaj, 3 etaj, 4. Pasi ham bor mana 5 bu yoqlarda. Shunaqa. Mana bu bizning gastinitzamiz ko'rinishi. Kerak joylar ekan o'zi. Mashinalar qaranglar, turma-turi bor-ku. Liboy xola. Tepa basen, o'sha basen yopildi. Ertaga tushamiz. Gastinitzamiz tepasida. Va onasini emsin. Hayla atmosfera. Biz mana shu restoranga keldik hozir, yengilgina. Atmosferani o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Qaranglar, yaxtalar. Kichkinasi, kattasi. Menga havas qildi. Mana shunisiga shu kattasi va shu gigant ekan. Allohga olsin, mana shu ham kimdir sotib olganda, kimnikidir-da. Yaxshi niyat qilib qo'yinglar, hammaga nasib qilsin. Mana shunaqa yaxtalar sotib olish.
Ko'rib вообще o'zi mana qaranglar necha etaj? 1, 2, 3, 4 etajlar. Axranalari turibdi pastda. Boylar kirib ketganda ular. Bir kishinikida baribir. Shuncha qilay o'tiramiz. Mana shunaqa joyda shunaqa atmosferada o'tiribmiz akalar, xudo xolasa Monakoda. Kechki hujunchani qilib hammaga nasib qilsin, yaxshi niyat qilinglar. Havas qilinglar, hasad qilmanglar. Hammaga nasib qilsin kelish. Mana shunaqa joylar. Arzon joylar emas, to'g'ri joylar. Lekin harakat qilsa hammaga anaqa qiladi. Nasib qiladi inshaalloh. Odam qilgan ishni odam qiladi. Akamiz bilan kelganman, biznesmen akamiz. Akamiz bilan yuribmanda. Mov degan nimaga keldik, xullas. Chiqamiz. Shaqa o'tirgandik keldik, что. Chiqib ketamiz. Shahar ko'rinishi. Chotki, kechki atmosfera ham zo'r ekan Monakoda. Tungi Monako. Gap yo'q lekin shu dahshat joylar ekan bu. Chin keladigan joy ekan lekin. Chin keladigan joylar. Xonalarga yopib qo'yibdi. Hammasini tushsa bo'lardi, garden ekan. Yo'llar top-toza bo'ldi. Gard tegmaganda yo'llarga. Uylar qaranglar, uylarni. Dona hashamat uylar. Qaysidir boylar obam qo'yadi uylar. Obab qo'yadi. Dam olish kerak vaqt keladi. Mana mashina qaranglar, gap yo'q. Nafasdan bor ekan. Xullas mana mashinalar emas, kazinoga, restoranga, gastinisaga kelishganda. Endi bilaveringlar kim kelgandi. To'g'ri, oddiy odam lekin Vang odamlarda. Mana bu gastinica Solayim. Juda anaqa qimmat restoran bo'ladi. Ben hozir videoga olayotgandim. Ana shu mashinaga qarab turadiganlar borda axranalar. Bo'ldi, hozir oldingiz ko'p anaqa qilmang, olmang, yo'q deyapti. Qo'ymayapti. Даже videoga olgan. Yoniga borish, ushlab ko'rish yo'q tursin, videoga olgan даже. Shunday. Mayli, nima deymiz? Shunaqa atmosferadamiz. Что, shada. Orqamdagi kazino eng mashhur o'sha Monakodagi eng mashhur kazino mana shular. Mana tungi yana sizlarga ko'rsatay atmosferasini. Kazinoning atrofi. Shunaqa. Politsiya, mana eng qimmat hotel mana shu bo'ladi. Hotel Paris dunyodagi eng qimmat shu bo'ladi. Keyin mana yerdagi restoran вообще top juda qimmat. Xullas, millerlarniki bo'ladi-ku o'shanaqa xullas. Bunaqa joy. Mana u gaz nima endi kazinoni aytmasa ham bo'laveradi. Kazinoning chekirdiga hozir. Bu muzey, kak muzeyi. Muzeydan keyin bu yog'i pullik emas. Tak, bu kak muzeyi, mana shu ichi. Lekin ana yerda kassadan 20 euro, har bir kishiga 20 euroga ichkariga kirish kazinoga. U yog'iga syom qilish mumkin emas. Qo'ymaysiz syom qilish. Bu yog'i muzey, xullas shunaqa joylarda. Nimasi bor bu yerda mashhur. Birinchi marta kirishim mana o'si bor ekan, xullas. Kazinoni emblemasi, yana bir nimalar xullas. O'xshash narsalar. Короче, mana kazinoga nimalar bilan kirish mumkin, nimalar bilan kirish mumkin emas. Onu ko'rsatib qo'ygan. Narxi 20 euro. Shunaqa xullas. Pasport kerak ekan, aytmoqchi, pasport olib ketdi.
Kazinoga kirish 20 euro-ku mana ichkariga. Ya bu yoqqa bepul bu yoqqa. Shaqa o'chiradi, qaranglar qancha. 20 eurodan hisoblayveringlar. Kun o'tun o'chiradi deydi mana shaqa. Qancha kirib ketyapti. Kazinoning ichida o'zini butikchasi bor ekan. Qimmatbaho narsalar bor ekanda, xullas. Narxlari yozilgan hamma narsasini. Bari brendda, shuning uchun. Mana shuni ko'ryapsizlar, zajgalkani. Endi narxini ko'ringlar. Nechi pul? 45 ming euro. Pashti 50 ming dollarga yaqin pul turibdi. Ana shu. Bu videoga olish mumkinmi yo'qmi bilmadim, bosib yubordim videoga. 20 euro, 10 euro, 48 euroga ham bor ekan endi. Shunaqa ekan. Mashinani ham derskilar ketdi yana. Qayerga kelgan deysizlar? Albatta kazinoga kelgan. Shu kelgan. Bunaqa Ferrari'lari bilan keladi. Qo'yadi, mashina kirib ketadi astagina. Shunaqa atmosfera. Gazsinsa turgan gazsinsamiz bu fitness zali. Sauna, pauna, xullas liboy narsa bor ekan. Birinchi kun chiqdim. Zalda hech kim yo'q. Soat ham shu mana 12 bo'lyapti. Qiziqishdan bir chiqdim. Normal, lekin orqa tanishtirib o'tib ketayim. Короче, meva bor ekan, VIP, sachoq bor ekan, suv bor ekan. Ya nima kerak? Bas liboy narsa bor. Shu zalga nimaga ehtiyoj bo'lsa, hammasi bor ekan. Yo'q. Balkondan chiqib o'tiramiz. Atmosfera просто bomba. Bugun ketamiz bosh davlatga Monakodan. Gazsisani nimasi bor edi? Basseyni bor edi. Ko'rsatgandim oldingi nimalarda ham. Basseynga o'z xalatlar kiymasda endi liftdan chiqaman. 4-etajda, 7-etajda. Liftdan chiqib borib bitta basseynlariga ham cho'milamiz. Kuzatishda davom etinglar. Qonli xalatlarni kiyib oldim. Liftdan 7-etajga chiqib kerak. Вообще katta ekan, gigant bor-ku, nima kattaligi bor. Mana garuvchi, tepadan ko'rinishi. Gazsisan. Neyalarim çok yotmang, basseyn. Tepa basseyniga chiqdim hozir mana. Yalang'och qizlar ko'p ekan, cho'g'mayapman bu videoga. Parashyutlar bor ekan, nimalar. Tushyapti. Maşallah, güzellikti, karayla güzellikti. Mana shunaqa joylar xullas. Bugun havo zo'r bo'lyapti lekin. Va, yaxshilikni qaranglar, maşallah, maşallah. Loro pianoga kirgandik.
Biz yana shu joyga keldik. O'sha kazinosiga. Bugun rosa issiq bo'lyapti. Mana. Chiroyligini qaranglar bu yoqda. Dahshat. Garden shu bog' ekanda, xullas. Shunaqa joy ekan bu. Biz yana endi uchib ketyapmiz Monakodan, Fransiya nimasidan. To'g'risi Shveysariya, Jenevaga qarab uchamiz hozir. Xudo xohlasa mana bizning reys Jeneva, Shveysariya. Hali 7 da ochilar ekan. 1,5 soat bu registratsiya ochilishiga.